Bo'ptimi? Bo'pti, akajon. Baraka toping, Keling. ko'p yashang. Va ertaga ko'rishaylik, shu yerdan yutib bo'g'irni yegizib beraman. A? Gayiga nima ichki ishlaringizni dabdala qilib beraman ertaga. Ha. Mayli, akajon. Xo'p. Bo'ldimi? Bo'ldi. Baraka toping. Rahmat, akajon. Menga bir so'm pul kerak emas. Bo'ldi, akajon. Xo'p. Bildimi, Yobarxon? Xo'p, bildim, akajon. Rahmat. Dunyo turguncha turing. Pasportingiz bormi, pasportingiz? Bor. Pasportingiz bilan keling. Xo'p, aka, xo'p. Dabdala qilaman u milishingizni. Aha, mayli. Bo'pti, aka. Ishonyapsiz. Hozir gapimni ishonyapsizmi dabdala qilishimga? Ishonmasam sizga murojaat qilamanmi, aka? Qiling, menga davay pasportingiz bilan keyin enasini amiga tiqaman kechiradi. Xo'p. Gayet kutyapman sizni. Xo'p, akajon. Xo'p, baraka toping. Yaxshi. Uyingizga tashlab qo'yaman Oqtoshga. Keyin tashlab qo'yaman uyingizga borib. Xo'p, akajon. Xo'p. Bo'ldi, diqqat bo'lmang. Xo'p, aka, rahmat sizga ham. Ha, tushkunlikka tushmang, men yoningizdaman. Bo'pti, akajon. Xo'p, mayli. Assalomu alaykum, YouTube tomoshabinlari. Bloger Bayitova Ruhiya Mamunaman. Hurmatli YouTube tomoshabinlari, men murojaatim quyidagicha. Men bundan bir necha kun avval Do'stlik tumani hamshirasi Farmonova Ozodani Gayi Qo'ng'irbayev Sherzodni xatti-harakatlaridan norozi bo'lib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalarga sabab bo'ldi. Ushbu holat 200 mingdan ortiq ko'rildi va uni ko'rib o'zidan qahramon yasab olgan Usmonov Muzaffar bloger bizni qoralab, o'zini qahramon qilib ko'rsatib, lekin unga ishongan Ozoda Farmonova qo'shilib meni yomonlashga tushgan. Bu amaki o'zlarini vatanparvar qilib general G'ayrat Qodirov bilan rasmga tushib, ularni kanalida maqtab orqalaridan murojaatchilarga butun boshli IIB va YPX xodimlaridan onasidan so'kib, dabdala qilib tashlashligini aytib, 200lamachilik qilmoqda. Murojaatchi Ozoda Farmonova esa shaxsiy hayotini bilib olib, hammaga yengiltak va firibgar ayollikda gumoni borligini aytmoqda. Bunday 200lamachi blogerlarga qonuniy chora ko'rishlaringizni so'rayman. Hurmatli O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi va Ichki ishlar vazirligi va Farg'ona viloyati Dang'ara tumani ichki ishlar xodimi va YPX xodimlari, bu bloger o'zidan qahramon yasab olgan bloger Muzaffar Usmonovga qonuniy chora ko'rishlaringizni so'rayman. Va bundan tashqari orqasidan murojaatchilarning orqasidan bag'zama og'darayotgan blogerga qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman. Va mana shunday O'zbekistonimizni kelajagini qo'riqlab turgan YPX xodimlariga va IB xodimlariga enasidan olib so'kkanligi uchun qonuniy chora ko'rishingizni so'rayman deb bloger Bayitova Ruhiya Amanuna.